pilotonning cho'ng kichikligi va massasini qaytadan bekitib, pilotonning massasining faqat yer sharining 2/1 kelganligini bayqagan. Uning ustiga olimlar piloton joylashgan rayonda boshqa bir qancha osmon jismini bayqagan. Shung olimlar pilotonga qaytadan aniqlama bergan. U Quyosh sistemasidagi pakar sayyora deb bekitilgan. Ya'ni Quyosh sistemasidagi 9 cho'ng sayyora emas. Shundoq bo'lsa-mu, piloton ustida izlanish nurg'un astronomlarning g'oyasi bo'lsa-mu, ular bu osmon jismining haqiqiy qiyofatini ko'rishga taqozo bo'lib kelgan. 2016-yili 1-oyning 19-kuniga kelganda Yangi nazar nomli tekshirish asbobi yer sharidan bo'shliq qo'yib berildi. U insonlarning orzusini elib 6 milliard kilometr yiroqlikdagi piloton yulduzga qarab uchishga boshladi. 2015-yil 7-oyning 14-kuni 9 yil planetlar aro sayyora qilish orqali Yangi nazar nomli tekshirish asbobi oxiri pilotonning sistemasiga keldi hamda ko'p miqdordagi suratlarni topdi. Yangi nazar nomli tekshirish asbobining yer shariga qaytirgan tekshirish sonliq ma'lumotini tushirish surati sekundiga aran barda 68 KB bo'lganlikdan faqat 2 MB cho'nglikdagi odatdagi bir parcha suratni tushirish uchunmi oz degandimi 20 minut vaqt ketadi. Shunga Yangi nazar nomli tekshirish asbobi pilotondan uchib o'tishning oldida oldi-keyni tatgan zo'r miqdordagi surat va tekshirish sonliq ma'lumotining hammasi mush tekshirish asbobining kompyuterda saqlanadi. Birinchi paytda yer shariga yetib kelmaydi. Nihoyat uzun vaqtlik yulduzlar aro yo'llashdan keyin yer shari olimlari tunji qitim pilotonning suratiga erishganda barliq olimlar hayron qolgan. Aslida piloton mo'shundoq bir planet bo'lib, u biz tasvir qilganga butunlay o'xshamaydi. Biz tasvir qilgandek undoq oddiy planet emas. Uning sirtqi yuzining o'zgarishi intayin cho'q. Yorug'ligi va rangdorligida nihoyat cho'ng farq bor. U Quyosh sistemasidagi farqi eng cho'ng osmon jismlarining biri. Uning rangi qora karbondan qiyniq qizg'ish, seriq va oq rangichi bo'lib, qizg'ish seriq rang Marsdan sal ko'p, qizil rang Marsdan oz. Agar siz pilotonning havo bo'shligida tursangiz, u holda siz bir oq ranglik aralash qizil ranglik osmon jismini ko'ra olasiz. Shuning bilan bir vaqtda piloton cho'ng quruqligida keng ketgan to'zlanlik va tog' tizmalari bor. Biz hatto bu suratlardan piloton cho'ng quruqligining eng haqiqiy inchika halqalarini ko'ra olamiz. Tog' tizmalari piloton cho'ng quruqligida to'g'risiga so'zilib yotadi. Keng muzdala barliq hayotlik iznalarini to'ngitib qo'ygan. Shuning bilan bir vaqtda piloton cho'ng quruqligining sirtqi yuzida yana bir go'zal rayon bor. U joy yuraksimon to'zanlik deb ataladi. Tomboning ajoyib muvaffaqiyatlarini xotirlash uchun bu rayonga yana Tombo rayoni deb nom bergan. Bu nafs suratdan biz pilotonning o'ng'ul-do'ng'ul to'zanligi bilan egizligini ko'ra olamiz. Shuning bilan bir vaqtda piloton yana bir qavat intayin shalong atmosfera qatlamiga ega bo'lib, atmosfera besimi taxminan yer shari yuzining millionda birdan 100 mingdan birigacha to'g'ri keladi. Biz Yangi nazar nomli tekshirish asbobi orqali bizdan 6 milliard kilometr yiroqlikdagi bu osmon jismini tunji qitim haqiqiy turda ko'rdi. Hozir Yangi nazar nomli tekshirish asbobi allaqachon piloton rayonidan ayrilib, ham yiroq ko'pir balvig'i ishkasiga ketayotmoqda. Yangi nazar nomli tekshirish asbobi bir xil yuqori suratda pilotondan uchib o'tgachga, u suratni osiltib pilotonning sun'iy hamrohiga aylanmaydi. Shunga u pilotonga mandaqli qarab qo'yib o'tib ketgan bo'ldi. Biz faqat pilotonning bir qismini ko'rdik. Pilotonning yana bir tarafida yana boshqacha ajoyib manzaralar bo'lishi mumkin. Surat tortish cheklamasi bo'lg'achqa biz vaqtincha ularni ko'ramaymiz. Ammo kelgusida balkim biz taxmi ilg'or tekshirish asbobi qo'yib berib, pilotonga yetib berishimiz, hatto biz odam elib berib piloton quruqqa qo'nishni ishga oshirishimiz mumkin. O chog'da biz bu yiroqdagi osmon jismining orqasidagi sirni haqiqiy ichib tashlay olamiz. Bugungi mazmunimiz bu yerda oyoqlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi zaykani besib qo'ygaysiz.